İkinci bölüm 8. kısım. Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlayımız. Soğuk bilezik. Şunda qilib biz 7 kishi o'rmonlikda qaytadan jam bo'ldik. Biz birdam aram elish jarayonida qo'ldan ko'p qon chiqib ketgan Bilal qarimning qo'lini kiyimlarini yirtib tangdik. Qon biroz to'xtadi. Biz g'ayrat qilib Malayziya chegarasi tarafga qarab olg'a ilgarilab chegaradan o'tishni maslahatlashdik. Lekin bizni bek qattiq harduq besib put qo'limizni mag'dur qolmagan edi. Aramizdagi put qo'li sungan qarindoshlarimizning put qo'li ishib, yo'l menishi bak qiyinlashib ketgan edi. Biz ishimizni tishlab birdam yo'l mang'andan keyin put sunib ketgan birodar meni tashlab menayveringlar. Sizlar bo'lsanglarmi qutulib qilinglar. Men shuningga xushal bo'laman deb turib oldi. Chunki uning puti bek ishib ketgachga biz yo'lab menayotdik. Bu cho'ng o'rmonda u jonijon birodarimizni tashlab qandoqmi ketgili bo'lsin. O birodarni yo'lab Malayziya chegarasi tarafga qarab ketishga boshladik. Men birdamdan keyin o'rmonlikda daraxtlardan sut yig'adigan bir kishiga uchrab qoldik. Uningdan telefon so'rsak, pul maqsad qildimi, bergil unimidi. Biz arantas u kishiga pul berib telefonni oriyatga oldik. Bir necha birodar o'zining aloqalari orqali bir necha qochoqqa uchur qildi. Lekin qarishganda qarish taraf uchurini ko'rmadi. Chunki u vaqt Turkiyada o'ttir kechiga to'g'ri keladi. Men sinab baqay deb aloqamni ichib bir qochoqqa uchur qildim. Ta'limimizga u qochoq uxlamabdi ekan. Javob qaytirdi. Men ahvolni deb biz 7 kishi Malayziyaga bek yaqin yerda. Ba'zilarimiz ig'ir yordar. Shunga tezdan qochoq o'rinlashtirishni desam bo'ladi, dedi. Abdurdin. Demak, siz Alloh yo'lida birarsiga yordam qilsangiz, ular sizni pulga qildi. U degan qochoq pul bersa hamma ishni qildi deb o'ylaydi. Hergizmi bularmi o'xshash muhojir, chet elda urug' tuqqani yo'q. Faqat o'zining qobiliyati orqali qarindoshlar uchun yordam qo'lini sunudi deb o'ylamaydi. Mana bu sabablik haqiqiy Alloh yo'lida xizmat qiladigan kishilar ozlab ketdi. So'zimizni davomlashtiraylik. O qochoq biroz sabr qilinglar. Men qochoqlar bilan so'zlashib sizlarga uchur qilay dedi. Ozroq vaqtdan keyin qochoq uchur qilib, bir qochoq bilan so'zlashdim. Soat 1 bilan sizlarni olg'ili boradigan bo'ldi dedi. Biz biroz xotirjam bo'lib, aloqa qilgan yerdan ozroq yutkilib, ikki tarafi egiz, o'ttiris pasrak, boshqalar bizni ko'ralmagidek bir yerni tepib, yoshirinib turdik. Soat 1dan oshdi. Peshin vaqti bo'lib qolgan edi. Shu orliqda yilqi daraxt suti chiqirdigan kishi bizga ozroq yeydigan narsa ekilib berdi va biz oriyatga olgan telefonni ilib ketdi. Bizning qochoq bilan bo'lgan aloqamiz endi uzildi. Shundaqdim qochoqning kelishini saqlamoqdan boshqa amal yo'q edi. Biz taxminan tushdan keyin 2:30gacha saqlagan bo'lsaqmi, qochoq kelmadi. Biz oxir o'zaro maslahatlashib, o'zimiz bilgan yo'l bilan piyoda menib chegaradan o'tib Malayziyaga o'tishni qaror qildik. Malayziya chegarasini qo'g'dash uchun o'rnatilgan Rishad kitom ustidagi sim bizga ko'rinib turadi. Ammo biz menish shuncha tirishgan bo'lsaqmi, yana menish qodir bo'lolmadik. Chunki hammamiz ig'ir yordar bo'lib menish mumkin bo'lmadi. Meningmi belim qattiq og'rib, birisi yo'lab mangmisi manganmaydim. Ammo boshqalarga qaraganda yosh cho'ng akam bilan mening ahvolim xilil yaxshi edi. Boshqa qarindoshlarimning yaralari xilil ig'ir edi. Uning ustiga put sungan qarindishim o'rmonda necha soat yo'l mang'achqa putlari ishib, yo'l menish imkonsiz edi. Shunga yan qochoqning kelishini kutib saqlab turdik. Ozroq vaqtdan keyin ikki kishi telefonda so'zlashib, biz turgan o'rinning usti tarafida paydo bo'ldi. Biz qochoqlar kelgan o'xshaydi deb yiliqi kishilarning yiniga bordik. Rasululloh qochoqlar kelgan ekan. Ammo biz qochoqlar bilan ko'rishib 10 minut o'tdimikan atrofimizda to'liq qurollangan harbiylar butunlay qurshab qo'lingni beshingga qo'y degunicha hammamizni tutdi. Bizni tutgandan keyin bizga qaraydigan saqchilardan biri meni qattiq urdi. Boshqalarning urdimi esimda qolmabdi.
Shuning bilan bizni jinoyatchilarni so'laydigan saqchi mashinasiga silib, o'z tilida bir narsalarni deyishib bizni ilib mangdi. Birdamdan keyin mashina to'xtadi. Qarasak biz qochgan turma ekan. Taraf-tarafdan muxbirlar kelib bizni rasmga tortgandan keyin bizni shu rayonlik ko'chmanlar qamoqxonalaridan bir saqchi ishxonasiga akirib so'roq qilishga boshladi. So'roqda kim bilan qochding? Qaysing plan ko'rsatding? Boshliqing qaysi degandek savollarni so'rdi. Bizmi so'zlayotganimizcha bizni necha vaqtdan beri tutib turdinglar? Ya sirtni ko'rolmaymiz. Zerikdik. Shu Turkiyaga ketish uchun qochdik. Boshliqimiz yo'q. Hech kim plan ko'rsatmadi dedik. Shuning bilan so'roq oxirlashib, hammamizni bir-biridan turma mashinasiga chiqardi. Yana takror yerga tushirib, bizni tafsiliy axtirib, ustimizdan tepilgan hamma narsani ilib oldi. Eng yomoni shu tekshirishda Bilal Qarimning yindan chiqqan $4000 pulni ilib oldi. Bechora Bilal Qarimning arg'amchidan tushish jarayonida qo'lining piyi uzilib ketgan edi. Endi $4000 puli nejiz kofirlarning qo'liga tushib ketdi. Alloh Bilal Qarimga jannatda eng yaxshisini bersin. Amin. Tekshirish tugagandan keyin bizni mashina bilan ilib mangdi. Bizni nega opirdigandi degan xiyollar bilan andishiga patgan edik. Biz taxminan 1 soat mang'andan keyin mashinani to'xtatib, oramizdagi jarohati og'ir bo'lgan 2-3 qarindishimizni kichik mashina bilan doktorxonaga ilib ketdi. Ularni doktorga aparmasa zodi bo'lmaydi. 1 soatdan keyin ularning put-qo'llarini tangdirib akeldi. Ondan hammamizni saqchilarning odam to'shiydigan mashinasiga silib ilib mangdi. Taxminan 2-3 soat mang'andan keyin bizni bir cho'ng turmaga akilib, bizni turma saqchilariga o'tkazib berdi. Bu bizning tunji qitim bu davlat turmaga kirishimiz bo'lib, turmaning ahvolidan xabarsiz edik. Turma saqchilariga yordamlashadigan jinoyatchi g'alchilar bir nimalarni deb bizni ilib mangdi. Azroq mang'andan keyin bizni tekshirish o'rniga ilib kelib, dars keraklarimizni tafsiliy tekshirgandan keyin kiyimlarimizni silishni ishorat qildi. Biz musulmon, kiyimlarimizni salsaq bo'lmaydi deb shuncha degan bo'lsaqmi, saqchi g'alchilar bu degan turma sanmasang bo'lmaydi deb kiyimlarimizni majburiy soldirib, hamma yerimizni tafsiliy tekshirgandan keyin ishtimizning puchqini yo'tsidan kesib qisqa qilib etdi. Bizning dars keraklarimizni ilib olib, bir tal ishton, bir tal ko'ynak berib, yangi kelganlarni so'laydigan o'ringa ilib keldi. Biz turmaga kirgan vaqt asrdan keyin Shamga oz qolgan vaqt edi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزته تسمو به